Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. As-salatu vesselamu ala Resulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her bir işte elhamdülillah, as-salatu vesselam bilan boshlaydilar. Uyga bordiz, mehmonlar keldi. Bir gapirib bering desa, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. As-salatu vesselam ala. Bu ilmli ekanligingiz alomati bo'ladi. Bu Allohga hamd, payg'ambar salovat bilan lubo eshitib boshlaymiz. Qozon gapga solyapsiz. Bismillah. Elhamdülillah. As-salatu vesselamu ala Rasulillah. To'g'risi, yutuq izash. Bu eng katta ilmli, bu dunyo, u dunyodagi rohat bu. Azizlar, men aytgan joy sizlarga men jamorat, tosh otadigan yer. Ona. Mana mashidan hojilar masha qarab yurishni boshlaydi. Ma qizillari mamnun. Bu yerda chiqish xolos. Kirpich ko'payibdi, kirpich yo'q, znak. Bilasizlar, bu yoqqa kirish mumkin emas. Naribetdan chiqishni boshlaydi. Naribetdan plampada o teva chiqib 3-qavat chiqishadi. Ularga addenlar. Ona nariga turibdi tevadagi naves. Ko'rdinglar navesda? Opa, o tevani. O tevani gapiryapman. Ona elektrichkaniki u. U 5-qavat. Poyezdlarniki. O'tgan safar chiqishga har ming harakat qilib bo'lmadi, chiqa olmadik. Hajda chiqarmadi. 4-qavatda qayta boraverdi. U tevada kelmasak elektrichkaga addenlar. Yo'l u ashani arablar kelar ekan, tosh otar ekan, ketar ekan. Tushunarlimi? Mana shu maydon. Bu yog'i haram mana. Bu yoqqa qarab tushib ketadi, peyda ketadi. 10 soat. Mashinadan shigacha 12 kilometr. Hazır huzur yurib boramiz. Hajda bilinmaydi, iloji yo'q. Boshqa variant bo'lmasa iloji yurlar ekan. Tushunarlimi? Alloh hajga nasib qilsin bizni. Tushunarliga ketdi o'yga. O 20 metr yuraylik, o'yga.